Ba'zi bir erlar borda, ayolini hech qayerda ishlatmasdan, uyda o'tirib, uydan chiqmasdan, o'ziga qaramasdan, uy ishlarini qilib o'tirishini xolashadi. Lekin ayni o'sha erkaklar ko'chadagi ishlab yurgan, o'ziga qarab yurgan, o'ziga ishonchi baland ayollarni yaxshi ko'radi, gaplashgisi keladi shular bilan. Nima uchun siz o'zingiz ayolingizni shunaqa yo'l qo'ymaysiz, o'ziga qarashiga, ishlashiga yo'l qo'ymaysiz-da? O'zingiz shunaqa ayollar bilan gaplashasiz. Sababi nimada? Agar siz ham ayolingizga yo'l qo'yib bersangiz, o'ziga qaraydi, ishlaydi, o'ziga ishonchi ortadi, dunyoqarashi kengayadi. Sizni qiziqishingiz ham ayolingizga nisbatan ortadi o'shanda. O'shanda begona ayollarga qaramaysiz-da, o'zingiz ayolingizga qiziqasiz. Keling o'sha ayolingizni ishlashiga yo'l qo'ying. Uyda o'tirmasdan ozgincha o'ziga qarashiga vaqt bering. Ayrim erkaklar shunaqa ko'cha xandoni, uy zindoni, ko'chada ayollarga zo'r gapiradi, uyga kelganda baqir-chaqir.